Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun chaqiruvga ko'ra Bo'ka tuman Moytepa hududiga Baxtiyor akamning uyiga keldik. Suvni urug'lantirib berib, ham gumon bo'lib turgan sigirlari bor ekan. Shuni uzi apparatimiz yordamida bu sigirni chorvasini rekta servikal usulda urug'lantirish jarayonimiz kechadi. Hurmatli obunachilar, chorvani egasi Baxtiyor akamni avgust oyida yana bir sigirlarni qochirgan ekan. Ko'rib beringlar deb iltimos qilaman. Hozir biz apparatimiz bilan bir yo'la ko'rib berib ketyapmiz. Mana hurmatli obunachilar, mana chorvani o'zini egasi. Buni o'zi video syomkaga ham muvofiq bo'ladi. Agar mabodo chorvani sotsangiz aka, bemalol ko'rsatib sotaverasiz. Hozir bu sigirimizga rekta servikal usulda uni urug'lantirish jarayoni ketyapti. Bu sigirga hozir instrumental urug'ini tashlayapmiz. Baxtiyor aka, o'zingiz xohlaganingizda bu sigirimizga rekta servikal usulda instrumental urug'ini qo'yib berdik. Xudo xolasa buni 18-21 kun ichida kuzatib turasiz. Agar mabodo qaytalab qolsa, biz kelishganimizda kelib yana qayta shunday urug'ni qo'yib berib ketamiz. Mana hurmatli obunachilar, Moytepa hududida o'zimizni ishni tugatib, endi keyingi yo'nalish Ravot hududiga qarab ketyapmiz. Kuzatib turaverasizlar. Rahmat.